1S'ni nechta versiyasi bor? Qaysi biri ofitsialni 1S? O'zi, mani biznesimga 1S kerakmi? Siz buxgaltersiz, lekin 1S'da ishlashni bilmaysiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Sevara Muhammedova, 16 yillik tajribaga ega professional buxgalterman. Bugun sizlar bilan 1S haqida gaplashamiz. Ko'pchilik buxgalteriya deganda ko'z oldiga faqat 1S dasturi keladi. O'rtoqlar, 1S'ning bir nechta versiyalari bor. 707, 8, 801, 802, 803. Hozir hamma 803 versiyasida ishlayapti. Lekin afsuski ko'p o'quv markazlari, ya'ni buxgalteriyani tayyorlovdagi ko'p o'quv markazlar 801 va 802 dasturida o'qitishyapti versiyalar. O'rtoqlar, bu versiyalar eskigan. Hozir 803 versiyasi chiqqan. Endi bu 1S ofitsialnimi yoki piratskiymi deb aytiladi. Buni ham farqini sizga tushuntirib beraman. Ofitsialni 1S qanaqa bo'ladi? Siz Vincom kompaniyasi bilan shartnoma qilasiz, INN rekvizitlaringizni berasiz. Sizni INN rekvizitlaringizga Rossiyadan ofitsialni 1S dasturi jo'natiladi va bu uchun 3.600.000 to'lov qilasiz. Bu 3.600.000 da programmani sizga ustanovka qilib berishadi. Ya'ni o'sha dasturchilar kompyuteringizga kirib, hammasini ustanovka qilishadi. Mana bu ofitsialni baza bo'ladi. 1S bazasi bo'ladi. O'sha 1S'ga kimda kirganingizda sizni korxonangizni nomi turgan bo'ladi. Endi bu 1S'ni sotib oldingiz, sizni o'zingizni mana shu firmadan tashqari qo'shimcha yana 10 ta firmangiz bor. Albatta bu 10 ta firmani ham mana shu 1S bazasiga добавить qilib, ya'ni qo'shimcha qilib, qo'shib ish yuritishingiz mumkin. Hammasi alohida baza bo'lib sizda saqlanadi. Juda ham ko'pchilik bilasizlar, piratskiy variantini ishlatishadi, ya'ni nusxa varianti. Bu original emas. Qachondir, misol uchun men sotib oldim, sizga ham bitta versiyasini berdim, kopiya qilib berdim variant. Siz ishlab yuribsiz. Men qachondir kirib turib, o'shani qolgan bazalarga blok qo'ygin deb men dasturga buyruq beradigan bo'lsam, sizni 1S'ingiz avtomat o'chib ketadi. Ya'ni siz ofitsialni o'zingizga sotib olmaganligingiz uchun o'sha piratskiy variantni olib bir nechta korxonalaringizni qilishingiz ham mumkin. Bu tekinga ham tushadi. Ko'p korxonalarda ko'p buxgalterlar bir-biriga 500.000 so'mga ham yozib berishadi. Bu aslida noto'g'ri. Hech qachon ishlayotgan kompaniyangizni 1S'ini boshqa odamning nomiga olmang. Faqatgina o'sha ishlayotgan korxonangizni nomiga oling. Ofitsialni pul o'tkazganingizdan keyin boshlang'ich 3 oy davomida sizga hech qanaqa abonent to'lovlari bo'lmaydi. 3 oydan keyin har oylik abonent to'lovi bor, ya'ni litsenziyangiz doim ishlab turishi uchun 400.000 so'mda. Bu 400.000 so'm obnovit bo'ladi, ya'ni yangilanib turadi. Misol uchun, soliq stavkalari o'zgarsa, avtomat o'zgaradi. Ya'ni qonunchilik nimadirlar bo'lsa, baza yangilansa, bu yerda avtomat yangilanadi. O'shaning uchun 1S bazasini hech qachon birovni nomiga, boshqa kompaniyaning nomiga olmang, faqatgina o'zingizga ishoning. Endi buxgalteriya deganda hamma 1S'ni ko'z oldiga keltirishini sababi, ko'p professional buxgalterlar hamma firmani, kichkina firmami, katta firmami 1S dasturida yuritishadi. Men hamma shogirdlarimga 1S'da ishlaylar, 1S'da ishlaylar deb qayta gapiraman. Ko'p buxgalterlar Excel'da hisob-kitob qilishadi. Ko'p biznes egalari moliyasini Excel'da hisob-kitob qiladi. Bu noto'g'ri o'rtoqlar. Excel kuyib ketishi bor, Excel o'chib ketishi bor yoki boshqa odam o'zgartirib qo'yishi bor. 1S programmasida bitta kiritib qo'ysangiz, hamma joyda sizga ko'rinib turadi. Bilasizlarmi, shunaqa keyslar bo'lgan, Excel'dagi ma'lumotlar bir-biriga ham tarqab kelgan. Ya'ni persat qilingan. 1S dasturida baza faqat buxgalterda turadi. Nimaga endi 1S dasturi 10 yildan keyin ham, 5 yildan keyin ham yoki 1 oydan keyin ham, bir kunlikni ham ko'rish mumkin. Hammasi avtomat kiritiladi. Ko'p buxgalterlar 1S'ni yaxshi bilishmagani uchun 1S dasturida ishlashni xohlashmaydi. Bu tabiiy holat. Nima uchun 1S'ni yaxshi bilmaysiz? Chunki sizning asosiy muammoingiz provodka va оборотка. Siz оборотка bilan provodkani oddiy mohiyatidan tushunsangiz, 1S programmasida bemalol ishlaysiz. Men bu darslarim bilan, bu tushuntirishim bilan nima demoqchiman?
baribir biznes egasi bo'lsangiz, professional buxgalter bilan ishlashni xohlaysiz. Yoki siz agar buxgalter bo'lsangiz, o'ziga ishongan professional zo'r mutaxassis bo'lishni xohlaysiz va bu uchun sizga buxgalteriyani mohiyati muhim, uni standartlari muhim. O'sha provodka, оборотка, balanslarni o'zingiz mohiyati bilan tushunib, professional darajada bilishingiz uchun 1S dasturi bilan uni bog'lab turib, ba'zingizni bilimlaringizni, danlilaringizni bu yerda saqlagan holda bir nechta kompaniyani bir vaqtda o'zida yuritishingiz mumkin. Men bir o'zim shu konsaltingimda xodimlarim yig'ilishidan oldin futbolda ishlardim, milliy dars berardim. 15 ta korxonani o'zim buxgalteriyasini yuritardim. Undan tashqari частный, ya'ni shogirdlarga ham dars berardim. Hammasini bir o'zim eplay olganman. Hozirgi kunda juda ham ko'p narsa avtomatlashib ketdi. Bitta buxgalter 1S dasturini yaxshi bilsa, boshqa saytlarni ham yaxshi bilsa, provodka, обороткani mohiyati bilan tushunsa, balanslarni mustaqil qila olsa, 50 ta, 60 ta korxona bilan ham ishlashi mumkin. Endi bu korxonani qanaqa katta kichikligiga qarab. Agar korxonalar kichkina bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'rtacha korxonalar $100-300 oladigan bo'lsangiz, 50 ta 60 ta korxonani ham bemalol yuritib qo'ya olasiz. O'rtoqlar, 1S qiyin narsa emas. Mani YouTube'da bepul darslarim ham bor 1S bo'yicha. 1S'ni o'rganish qimmat ham turmaydi. Yo 1 million yo 2 million turadi. Biz akademiyada buni o'rgatamiz. Agar siz noldan o'rganishni xohlamasangiz, bizda 1S bo'yicha malaka oshirish kurslarimiz bor. Qurilish korxonasi bo'yicha kurslarimiz bor. Ishlab yurgan buxgalterlar uchun super buxgalter dasturlarimiz bor. Biza jon deb boshqa buxgalterlarga yordam beramiz. Tadbirkormisiz, biznes egasimisiz yoki buxgaltermisiz? Muammoyingiz bormi? Hisob-kitobda, buxgalteriyada, sog'liqda keling, maslahatlarni beramiz. Biza tizim to'g'ri, chiroyli ishlash tarafdorimiz. Xotirjam uyingizda uxlashingiz uchun, ko'chada bemalol yurishingiz uchun, o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun biz sizga yordam berishga tayyormiz. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar.